shifokorlar, sizlar tanlangan bandalarsizlar, bilasizlarmi shuni? Alloh taolo millionlagan insonlarning ichidan aynan sizlarni tanlab olgan. Qanaqa qilib tanlab olganmi? Hozir buni sizlarga isbotlab beraman. Insoniyat dunyoga kelibdiki, hamma kasal bo'ladi. Kasal bo'lganda birinchi Allohdan shifoni so'rab, sizlarning huzuringizga boradi. Huzuringizga kelgan bemorni avvalambor sizlar tafakkur olamiga kirasizlarda, u bemorning kasalligidan hosil bo'lgan qora shubha, fikrli qora bulutlarni olib chiqazib tashlaysizlar. U bulutdan keyin oppoq to'g'ri fikrli bulutlarni olib kirasizlar. Xotirjamlik degan bulutlar bo'ladi bularning nomi. Undan keyin tafakkur olamidan chiqasizlarda qalb bog'iga kirasizlar. Ko'ngil bog'idagi gul chamanlarning orasida aynan kasalligidan hosil bo'lgan qora o'tlar bo'ladi. Aynan shu o'tlarni yulib tashlashdan boshlaysizlarda, o'rniga inshaalloh shifo topasiz degan gullarning urug'ini sepasizlarda va o'zlaringizni qalblaringizda Allohga bo'lgan ishqdan hosil bo'lgan buloqlar bor. O'sha buloq bilan sug'orasizlar. Sug'organingizdan keyin u gul chamanlar ochilib chiqadi-da va u insonning qalbida nur sochishni boshlaydi. U nurdan, u insonning qalbidan tashqarida turgan irodasi o'sha gullarning nuridan quvvat oladi. Kuch oladi-da, ana tuzalar ekanman degan tushunchaga kelib, sizni huzuringizda sakinat, halovat bilan chiqib ketadi-da va davolanishga kirishadilar. Shunaqa katta ishga Alloh taolo sizlarni yo'naltirib qo'ygan, ajrini o'zi ziyoda qilib bersin. Hammangizga rahmat deb qolamiz.